Assalamu qarindoshlar, hozir qolganlar xayrlik bo'lsin. Bugundan boshlab har haftada bir yoki ikki video shaklida ekonomiya va iqtisod bilimlarini o'rganish videolari chiqadi. Ekonomiyani hech qanday bilmasangizmi, tushunib o'rgana olasiz va hayotingizda ishilta olasiz. Ekonomiya va iqtisod hayotimizda hamma yerda oldimiz chiqadi. Iqtisod kasbida o'qigan bo'lishingiz mumkin, faqatla bilmasligingiz mumkin. Iqtisod desa beshingiz og'rishi mumkin. Lekin dunyo iqtisod bilan aylandi. Shunga bugundan boshlab kerakli muhim bilgilarni birlikda o'rganaylik. Televizorda va kundalik xabarlarda oldimizga chiqadigan nurg'un iqtisod va moliya to'g'risida mazmunlar bor. Bularni kundalik turmushingizda yaxshi tushunish uchun ozroq bo'lsa-mu iqtisod bilginingizdan bo'lishini umid qilaman. Masalan, pul degan nima? Pulning qiymati qanday o'lchildi? Bir davlatdagi shu davlatning pulining qiymati qanday o'lchildi? Oltin degan nima? Oltinning qiymati qanday hisoblandi? Oltin qanday bo'lsa o'sgan bo'ldi, qanday bo'lsa tushgan bo'ldi? Dollar degan nima? Dollar qanday bo'lsa o'sgan bo'ldi, qanday bo'lsa tushgan bo'ldi? Paychek bozori degan qanday shakllandi? Paychek degan nima? Banka degan nima? Banka qanday shakllangan? Bozor va tijorat qanday shakllangan? Pul pahalılığı qanday bo'ldi? O'sim degan nima? Ya'ni faiz degan nima? Mushu temalarga o'xshash muhim va hayotimizda uchraydigan temalarni va masalalarni sizlarga eng oson usulda tushuntirmoqchi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammalarning tushuna oladigan va o'rgana oladigan shaklda so'zlab berma va tushuntirib qo'yman. Hammalarning qo'llab berishinglarni va texmi ko'p qarindoshlarimizga tarqitib qo'yishinglarni umid qilaman. Foydali bilimlarni va foydali narsalarni o'zimizning qarindoshlariga tarqitish tez emas-ku. O'zimning yillardan beri o'qigan darsliklarimdan, iqtisod to'g'risida ko'rgan materiallarimni sizlarga eng oson tushunishli qilib so'zlab beraman. Siz faqat hikoya anglagandek anglasangiz bo'ldi. Qalbingizda oddiy va tushunishli shaklda qolib qoldi. Sizning qancha ish kirganligingiz muhim emas. Cho'qim bilmasangiz bo'lmaydigan nurg'un muhim bilgilarni o'rganamiz. Shunga haftada 5-10 minut vaqtingizni chiqarib, ma qarindoshingizga quloq solib qo'ying. Siz uchun ishlangan har 5-10 minutlik video, ya'ni mikrofilm, mening eng az 2 va 3 kunimni oldi. Shunga bu bilgilarni texmijiq qarindoshlarimizga yo'llab qo'ying. Bu men uchun va qarindoshlarimiz uchun qilgan eng chong yaxshiligingiz. Bilim qancha jiq tarqatgancha kuchlanadi va mukammallashadi. Bizning madaniyatimizga o'xshash. İqtisodni, ya'ni ekonomiyani 3 ga ayiramiz. Birinchisi mikroiqtisod. Mikroiqtisod deganimiz kichik o'lchamli iqtisod degan gap. Bu bo'lsa-mu kichik bozor desak ham bo'ladi. Ikkinchisi makroiqtisod. Makroiqtisod deganimiz cho'ng o'lchamli iqtisod. Buni biz cho'ng bozor, ya'ni xalqaro bozor deb atasak ham bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa serbest piyasa. Serbest piyasa deganimiz erkin bozor. Xanzujida tı yo'shu chang deymiz. Bularning hammasini ayrim-ayrim keyingi videolarda ko'ramiz. Mushu 3 nuqtani tutashqib turib tushuntirman. Bularning hammasini biz keyingi videolarimizda bir-birlab ko'ramiz.